Shuning uchun bilib qo'yinglar, ukalar. Qiziqib ham olib o'qimanglar Tavrotda, Injilda. Mumkin emas. Qiziqib ham o'qimanglar. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu Tavrotdan bir sahifani o'qib turganida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rib, ranglari o'zgarib ketadi noroziligidan, g'azablanib. Xattobning bolasi, menda shubhang bormi risolatimda? Allohga qasam, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lganida, menga ergashishlikdan boshqa yo'li qolmasdi deganlar. Men iymonim komil, men ikkilanmayman. Prosta для интерес mumkin emas. Chunki siz iymoningiz Umar ibn Xattob kishalik emas. Siz sahoba emassiz. Siz Umar odil emassiz. Shu zotga Rasululloh man qilyaptilar, o'qima deyaptilar. Tushundinglarmi? Demak, Qur'on kitoblarning oxirgisi, Alloh tomonidan tushgan kitoblarni, ularni tasdiqlovchi, muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi.